Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Toshkentdagi bir kunimni bo'lishmoqchiman. Qani ketdi. O'rtog'im uyda bitiruv kechasi uchun shunaqa chiroyli luklar qilib oldim. Bitiruv kechamiz juda ham ajoyib o'tdi. Ko'rishinglar mumkin. Ayol qizlarimizni o'sishi, rivojlanishi uchun ko'p Hamma telefonda. Dunyo saodatimga xizmat qiladigan yo'ldaman inshaalloh deb boshlashingizni tilakdoshman. Bor bo'ling. Bitiruv kechamiz o'z nihoyasiga yetdi. Shu kechani uyushtirgan Foniya Kubro asoschisi Xadija opamga rahmat.